Menda disiplina nol. Va bu narsa bir hayotda oldimga qo'ygan ko'p maqsadlarga erishishga to'sqinlik qilyapti. Haqiqatda oxirgi kunlarda misol uchun ko'p narsalarni oldimga plan qilib qo'yyapman, lekin yo uni deadline surilib ketyapti yokida amalga oshirolmay qolyapman. Endi oddiy misol, mana shu blogimni yurg'izishga harakat qilayotganimga 1 yildan oshibdi. Oxirgiroq videolarimdan bittasi u o'ziyam dekabr 2023-yil qo'ygan ekanman. O'sha bir 13-14 oy o'tib ketdi. Xo'p, xullas kelam bu narsaga chek qo'yish kerak. Chek qo'yish yo'lida o'zim uchun 3 ta bir narsani o'ylab, shuni bir qonunga kiritdim. Shulardan bittasi va eng to'g'ri yo'l bu Allohdan so'rash. Ya'ni shu Alloh menga barakali kun ber deb turib Allohdan so'rash va bu narsaga ishonish. Chunki shu so'ralgandan keyin Alloh haqiqatda kuningizga baraka beradi va bajarilayotgan ishlar sifatli tugashiga shu narsa sabab bo'ladi. Ikkinchi navbatda men oldimga kunlik emas, haftalik planlar qo'yishni tatbiq qilyapman. Endi qanaqa bo'ladi degan bo'lsa, men oldinlar qo'yardim, kuniga 3 ta, 4 ta, 5 ta narsa qilib qo'yardim. Endi har doim u narsaga ulgurilmaydi. Bitta, ikkitasiga ulgurasiz, qolgan qilmagan narsalar sizni motivatsiyangizni tushirib yuboradi va keyingi kunga ishlar qalashib ketishiga olib keladi. Endi nima qilyapman? Hozir mana shu kelayotgan haftaga yoki undan keyingi haftaga 3 ta, 4 ta asosiy vazifalarni yozaman va o'shalarni bajaraman. Haqiqatda. To'g'ri haftani oxiriga borib qolish mumkin, lekin ma'no mazmuni nimada? To, что mana shu ishlar haqiqatda bajarilyapti. Uchinchisi bu planner applicationlar skachat qilib olish. Planner applicationlar nimalar? Mana shu o'zingizlar yozib qo'yasizlar, nima ishlar qilishinglar kerakligi va bu narsa telefonda turadi. Bunaqa programmalar hozir juda ko'p. iOSga ham, Android anaqalarga ham ishlayveradi hammasiga. Shu program telefonni ochgan paytingizda turadi. Mana shu qilish kerak bo'lgan vazifalar va qilib bo'lganingizga bo'ldi, uje dumaloqni bosasizlar, shu galочкani bosasizlar, bo'ldi, vazifa bajarildi. Endi disiplinaga qiyin bu narsa. Haqiqatda qiyin, chunki oson bo'lganda hammada bo'lgan bo'lardi bu narsa. Lekin bitta narsani esdan chiqarish kerakmiz. Kunimiz g'animat. Bu bir. Ikkinchidan, o'tib ketgan kun qaytib kelmaydi. Mana shu narsa qachondir qaysidir ishni qilmaganingizga kelajakda baribir pushaymon bo'lasizlar. Shu narsa esda tursin. Keyin mana shu videoni disiplinasi menga o'xshagan yo o'rtog'inglar bo'lsa, tanishinglar bo'lsa bo'lishib qo'yinglar. Ozgincha bo'lsa ham shu odamga bir manfaat tegsa, men haqiqatda xursand bo'laman. Hammaga rahmat. Yoramiz.